Assalomu alaykum qadrli do'stlar, qadrli obunachilar. Mana bugun biz Rishton tumaniga 10 kilovatli quyosh panel stansiyasini o'rnatib berdik. Har doimgidek o'sha Longi Xiaomi panellarni o'rnatib berganmiz. Bularni to'rga 2,5 profil bilan qadirganmiz, svarkalar juda ham mustahkam bo'lgan. Keyin esa mana alyumin krepinalardan foydalanganmiz. Alyumin krepinalar bo'ladi. Gayka boltda qatib juda ham mustahkam bo'ladi. Shunisiga ham yaxshi e'tibor berish, qaratish kerak. Kimga shunaqangi xizmatlar kerak bo'lsa, pastdagi nomerlarga aloqaga chiqib olasizlar. Sizlarga hozir tushib universitetda ko'rsataman. Xo'p, qadrli obunachilar, mana ko'rishlar mumkin. 10 kilovatlik gibrid invertorni o'rnatib berganmiz. Mijozlarimiz talaba istalari kelib chiqqan holda uylarida svet ora-orada o'chib turar ekan. Shu sababli gibrid invertor o'rnatib berganmiz 10 kilovatlik. Hozirda akkumulyatori yo'q, sababi akkumulyatorni olib kelishmabdi. Shu holatda ham ishlatsa bo'ladi, davlat sotsa bo'ladi. Shunaqangi rejimini yoqib o'rnatib berdik. Bu yerda ko'rishingiz mumkin, avtomat himoyalarimiz bor. Kirish tokiga 2 polis avtomat, chiqishiga 2 polis avtomat qo'yib berganmiz. Quyosh paneli uchirgan toklar uchun korotkий zamыканиyadan himoya qiluvchi avtomat va chaqmoqdan himoya qiluvchi uzuk o'rnatib berganmiz. Kimga shunaqangi xizmatlar kerak bo'lsa, pastdagi nomerlarga aloqaga chiqib olasizlar. Sifatli va hamyonbop o'rnatib beramiz.